Universitet yanından kvartira qarab biladingizmi? Mening sizga Rans Universitet yanından под ключ kvartira 5 etajga domni, birinchi etajında 3 xonali 77 metr kvadrat kvartira. Podyezddan kirib kelasiz. Kirganingizda prixojiy, unda prixojiyni o'zidan qo'yib berdilar. O'tirganingizda ajoyib remont etilgan. Remontini o'zini xoladim. Ajoyib remont. Ben tarafimiz kuxni, kuxni ulug'ligini qarang. Kattagina kuxni, холодильники paketida turibdi. Bulonbalar ham olinmagan. Ben tarafda gaz sochkiz и kotelos. Aynasi podiyez tarafga qarab turibdi. Domimiz kirpichli dom. Ben tarafimizda zal. Ya'ni kattagina zal. 7 dan ziyod dedi, buni sana 3.30 laba dedi. Ajoyib zal. Bu tarafimizda to'dan bo'lsak, 2 dona spalnisi bor. Bu spalniz ham kattagina spalni. Hozirgi domlarni zali deng, kattaligida. Ben tarafimizda hojatxonasi, bu yerda sanuzeli, yurtmangiz deng. Yanizasiz spalniz. Ya'ni detskiy spalni. Xullas, kvartiramiz 77 metr kvadrat, pulni keladi bo'lsak 63 ming dollar. Kelishimdan yurib, ozmi ko'pmi? Ustunda. Agar bu kvartiram sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi telefonimizga telefon qiling, aloqa chiqing. Keyingi videolarda ko'rishganda, obuna bo'lishni nazardan chiqarmang. Hali obuna bo'lmabsiz.